Bugun biza tvorogli pirog tayyorlaymiz. Tvorogli pirogimizga 600 gram un, 1 piyola shakar, 4 ta tuxum, 100 gram qaymoq, 250 gram margarin, 400 gram tvorog, bitta razrexитель kerak bo'ladi. Birinchi ishi margarinni qirg'ichdan chiqazib, un bilan aralashtirib kroshka qilib olamiz. 4 ta tuxumdan 3 tasini chaqib, unga tvorogni aralashtirib, shakar bilan aralashtiramiz. Hozir biz mana 1 piyola shakarni tuxum bilan aralashtiramiz. Tvorogga o'zi alohida undan tashqari yana yarim piyola shakar kerak bo'ladi. Hozir bir chetdan ishni boshlaymiz. Mana ozginagina tuz ham sepamiz bunga. Hozir 200 gram nomiga tuz sepdik. 200 gram shakar soldik, 4 ta tuxumni chaqib soldik, faqat bitta donasini oqini mana tvorogga soldik. Bitta dona oqini tvorogga soldik, qolganini hammasini bu yoqqa 4-sini ham sarig'ini bu yoqqa soldik. Bu yoqda kroshkamiz tayyor, uni kroshka qilib oldik margarin bilan. Bu yerda hozir qaymog'imiz turibdi. Endi hozir birinchi tuxum bilan shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Uni solamiz xamirimizga. Undan oldin bitta razrexitelni sepamiz. Ozgina aralashtirib olib, ustiga tuxum bilan shakar aralashmani, keyin qaymoqni solib, yaxshilab chiroyli qilib yumshoqqina xamir qoramiz. Mana razrexitelni sepib oldik, unga aralashtirib olamiz. Ozgina qaymoqni soldik. Buni ham aralashtirib olamiz yaxshilab. Mana endi tuxumni shakar bilan aralashtirganni quyib yuboramiz ichiga. Keyin birinchi qoshiqni, keyin qo'limiz bilan yaxshilab yumshoqqina xamir qoramiz. Mayin xamir bo'ladi. Mana xamirimizni qorib tayyor qilib oldik. Biz xamir holatiga keltirishga yana 200 gramga yaqin yana un qo'shdik. Yumshoqqina xamir bo'ladi. Chunki har safar men 3 ta tuxumdan qilardim uyda, bu safar 4 ta tuxumdan qilib ko'rdim. Yana ham qalinroq, kattaroq chiqishi uchun, o'shaning uchun jami bo'lib 800 gram un ketdi bizga. Bu endi xamirimizni teng ikkiga bo'lamiz. Yarmisini morozilkaga, yarmisini bo'lsa xolodilnikka qo'yamiz. Morozilkada qotish kerak xamir. Bu yoqda bizada endi shakar soldik, yarim piyola boyagi tvorog, bitta tuxum oqiga. Uni aralashtirib olamiz. Endi yarimta o'sha qo'ygan morozilkadagi xamirimiz qotish kerak. Ungacha yarmisi morozilkada, yarmisi xolodilnikda turadi. Qotishini kutamiz. Menimcha 1 soatlarda qotib qolishi kerak. Mana yoyib oldik. Bir soatcha turdi. Yarimta xamirimiz morozilkada. Xamiri yoyib, endi hozir tvorogga shakar aralashtirdik. Yarim piyola bitta oq tuxumni oqini aralashtirganmiz. Bitta qoshiq, osh qoshiqda kraxmal solib, uni ham aralashtirib olamiz. Endi hozir tvorog solamiz xamir ustiga, keyin qolgan xamirimizni qattiq bo'ldi xamirimiz morozilkada turib. Uni tyorkadan chiqazamiz. Mana boyagi morozilkadagi xamir turgan xamirni hammasini tvorog ustidan qirg'ichda chiqazib oldik. Endi hozir buni 200 gradusga duxovkaga tillarang bo'lguncha o'rtasiga qo'yamiz, duxovkaning o'rtasiga qo'yamiz. Ikki tarafi tillarang bo'lib, chiroyli bo'lib, qip-qizil bo'lib pishadi.